Mirzo Ulug'bek tumani Salkovskiyda joylashgan yana bitta xonadonimizni bu uyimizda yashalgan, lekin holati juda ham zo'r. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Yer maydoni 3.2 sotuv, binoning umumiy maydoni 360 kvadrat metr. Uyimizning ichida podvalda basseynlari ham bor. Hovlisini ko'rishingiz mumkin. Demak, men turgan joyda bemalol bitta mana mashina qo'yish uchun joy qilingan. Hovlimizda искусственный vodopadlari ham bor. Ziloniy zonalarini ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Bu tomonda demak yozgi oshxonalari qilingan. Hovlida bitta sanuzel bor va uyimizning tashqari tomonini ham ko'rishingiz mumkin. Ko'cha tomonga ham bemalol bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Endi o'rtoqlar uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Uyga kirganimizda birinchi bo'lib bu tomonda hol joylashgan, demak bu yerda divanli zona. Kuxnyani ko'rishingiz mumkin. Kuxonning mebel va texnikalari yaxshi holatda turibdi. Gostiyoy zal ko'ryapsizlar, zallari ham kattagina. Birinchi qavatda spalnisi va bu tomonda общий sanuzel joylashgan. Uyimizning ikkinchi qavatiga chiqamiz. Uyimizning ikkinchi qavatida 4 ta xona va 2 ta sanuzel joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda birinchi bo'lib asosiy spalnini ko'ryapsizlar, o'zini ichida sanuzeli va garderobnisi bor. Undan keyin yana bitta spalni joylashgan. Bu tomonda bitta katta zal qilingan o'rtoqlar. Bu yerda oxirgi 4-xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan va общий sanuzel. Bu uyimizning ikkinchi qavati. Pastda podvalda demak ko'ryapsizlar, basseyn va sauna joylashgan. Undan tashqari podvalda yana bitta alohida kichkina xonasi bor. Bemalol bu xonadan ham foydalansa bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilinglar. Hammaga rahmat.